nomerlaring, ikkinchi. Bitta qarz nomerlaring. Bismillahirrohmanirrohim. Ol. Oshamili. O'yindan keyin san yutqizish yo'q. Tushundilaringmi? Syomka qilmay tur. Nima Chempionlar Ligasida yashirin qo'yapsan? La Liga-yu bu. Qarishtir muzikani. Menga qaralaring bolalar. Har doim gapda meni qizlar tema qo'yadi. Normal o'ynalaring bor. Benzema pa, ozgina qolib ketgan oshilu. Ha, nafsi buzuq. Modric, agar yaxshi o'ynasang Toshkentda ikkita xona zo'r kvartira beraman. Bo'ldi, xo'p. Menga qara, Kroos. Oyog'ing yomon sasyapti. Senga Abdushevni krossovka beraman. Esqop. Mayli 14 olgan kreditingni polni yopib beraman. Senga fillik qulog'i baxtga bor komandangga. Men qara albat, peki. Xullas bugun nima bo'lsa ham yutish kerak, zahar berib bo'lsa ham. Chunki o'tgan safar blogerlar tema qo'yardi. Ana mitti deganlar esda qo'yapti. Shu gapingizga bitta perikor. Perikor yutish kerak. Ani bergan qaysi achigan ekan, qornim olyapti. Bor, varita orqasi variant. Real o'ynang. Ey Shalo, nima qilyapsan? Varitaga qaramaysan. Hozir. Hindiston yechabsan. Sen nima ixtiyapsan? Bilmay qoldim. Men ham bilmay qoldim. Zo'r taklif bilan kelaman. Ikkita gol o'tkazib bersang, storamda reklama qilib beraman. 200 ming odam ko'radi. Ikkitami? Ha, ikkita. Bo'ldi kelishdik. O'zi qorni boryapti. Menga qarang, keyin o'xsha o'ynasang bo'lmaydimi? Strapinal bo'ldi, ko'p Qanaqa gapirmasdan. straf penalti bo'ldi. Tur davay. Benzema pa. Yana tualetmi, ha? Yo'q, men televizorda ko'rganman-da. Men kopton ustidan o'tib ketaman, tepasi gol bo'ladi. Gol keldi. Opa, nima sharmanda qilib? Gol urdimi? Siz randoni meni qolsiz, Benzemasiz. Nima qilmaydi? Chaqmasdan o'ynaydi, yutqizdik bo'lasanmi? Makka. Senga Benzema pendan bitta savet. Menga kerak emas savet. Keyingi o'yinda aytsalaring paxtakori gaplashib beraman. Nimaga? Bizdan urmingga to'g'ri kelmayapsizlar. Aytgancha, ikkinchi ham o'g'illar o'zing bilan. O'rtoqlar, Realga Samini qo'yatganlar. Real har doim nomer 1. Baby, calm down, calm down.